Donald Trump qaroriga zarba. Saudiya blokadani to'xtatishni talab qildi. Saudiya Arabistoni Eron portlarini qamal qilishni to'xtatishi va Tehron bilan muzokaralarga qaytishi uchun AQShga bosim qilmoqda deb yozadi Wall Street Journal manbalariga tayanib. Gazeta suhbatdoshlariga ko'ra, Ar-Riyoddagilar AQShning dengiz blokadasi Eronni vaziyatni keskinlashtirishga hamda neft eksportidagi yana bir muhim yo'nalish hisoblangan Bob al-Mandeb bo'g'ozini yopishga undashidan xavfsiramoqda. Wall Street Journal qayd etishicha, Saudiya Arabistoni Hormuz bo'g'ozi yopilgach, xom neftni Qizil dengizi orqali tashishga o'tgan va so'nggi kunlarda neft eksporti hajmini urushdan oldingi darajaga qaytargan. Wall Street Journal nashrining Saudiya energetika sektoridagi manbalariga ko'ra, Ar-Riyod xususiychilardan qurolli kemalarga hujum qilinmasligi bo'yicha kafolat olgan. Ammo Saudiya Arabistoni AQShga vaziyat beqarorligicha qolayotgani va agar Eron bosimni kuchaytiradigan bo'lsa, xususiychilar mojaroga faollik bilan aralashishi mumkinligini bildirgan. Arabistonlik mulozimlarga ko'ra, xususiychilar ham bo'g'oz orqali o'tadigan kemalardan to'lov undirishni boshlashi mumkin. Reuters agentligi manbalari AQSh va Eron delegatsiyalari joriy hafta oxirida muzokaralarning navbatdagi bosqichi uchun Islomobodga qaytib kelishi mumkinligini xabar qilishgan. Yaqin Sharqdagi katta urushga qadar neft eksportidagi asosiy yo'nalishlardan biri bo'lmish Hormuz bo'g'ozi urushning ilk kunlaridayoq Eron tomonidan to'sib qo'yildi. Undan faqat Tehronga do'st bo'lgan davlatlarning kemalari o'tishiga ruxsat berilmoqda. Islom inqilobi muhofizlari korpusi esa bo'g'ozdan o'tish uchun to'lov joriy qilgan. Benyamin Netanyahu Yevropaga zarba berdi. Yaxshilik va yomonlikni ajratishni bizdan o'rganing. Benyamin Netanyahu Yevropaga nisbatan keskin bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, Yevropa Holokostdan beri ko'plab narsalarni unutgan va ayniqsa yaxshilik va yomonlikni ajratish masalasida Isroildan o'rganishi kerak. Yevropa bizdan ko'p narsani o'rganishi mumkin, dedi u, bu orqali G'arb davlatlariga ochiq tanqid yo'llab. Yana shu fikrni u takrorladi va aynan Holokost tarixini eslatib, Yevropa bugungi voqealarni baholashda xatoga yo'l qo'yayotganini bilvosita anglatdi. Bu esa Isroil va Yevropa o'rtasidagi siyosiy taranglik kuchayib borayotganidan darak beradi. Ayni vaqtda J.D. Vance Donald Trump atrofidagi bahsiy holatga izoh berdi. U Trumpning o'zini Xudoning o'g'li sifatida tasvirlagan rasmni joylashtirishi aslida hazil bo'lganini, ammo odamlar buni tushunmaganini sabab post o'chirib tashlanganini aytdi. Bu esa AQSh ichki siyosatidagi g'alati va keskin PR uslublarining davom etayotganini ko'rsatadi. Bundan tashqari Vance yana bir muhim bayonot berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Trump aslida Eron xalqining gullab yashnashi va muvaffaqiyatga erishishini xohlaydi. Bu bayonot AQSh siyosatida Eron hukumatiga bosim bilan birga xalq bilan aloqani ajratishga urinish borligini anglatadi. Yana AQSh ichida boshqa pozitsiya ham yangradi. Hillary Clinton Isroilni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan holda, aynan Netanyahuga qarshi ekanini ochiq aytdi. Men Isroilni qo'llab-quvvatlayman, ammo Netanyahuga qarshiman. U juda uzoq vaqt hokimiyatda qolib ketdi va bu Isroilning uzoq muddatli xavfsizligiga zarar yetkazgan, deydi u. Bu bayonot AQSh siyosiy elitasi ichida ham Isroil rahbariyatiga nisbatan ishonch bir xil emasligini ko'rsatadi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Falokat yoqasidamiz. BMT oziq-ovqat xavfidan ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat sabab oziq-ovqat falokati yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Bu haqda Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti xabar qilgan. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti Hormuz bo'g'ozidagi uzoq davom etayotgan inqiroz, o'g'itlar va energiya resurslari eksportini izdan chiqarib, oziq-ovqat narxlarining oshishiga hamda hosildorlikning pasayishiga olib kelishi mumkinligi haqida bayonot bergan. Tashkilotning ta'kidlashicha, neft va gaz narxlarining keskin oshishi yashash xarajatlarini ko'paytiradi va bu ayniqsa aholining eng zaif qatlamlari turmushiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Zarur resurslar o'z vaqtida yetib kelmasa, ishlab chiqaruvchilar kamroq imkoniyat bilan ishlashga majbur bo'ladi, degan tashkilotning bosh iqtisodchisi Maksimo Tariro. Uning so'zlariga ko'ra, ayniqsa kambag'al mamlakatlar xavf ostida qolishi mumkin, chunki ekin-ekish kalendariga bog'liq holda resurslar yetishmasligi ishlab chiqarish hajmining tez kamayishiga, inflyatsiyaning oshishiga va global iqtisodiy o'sishning sekinlashishiga olib keladi. Oziq-ovqat iqtisodiyoti bo'limi direktori David Laborde esa bioyoqilg'iga talab ortsa, oziq-ovqat narxlari ham oshishini ta'kidlagan. Biz resurslar inqirozi ichidamiz, uning falokatga aylanishini istamaymiz. Natija qanday choralar ko'rishimizga bog'liq, degan u.
Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.